Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, elatdoshlar, yaxshimisizlar? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Kayfiyatlar zo'rmangina. Bugun Xudo xolasa 3-sentyabr kuni o'zimizning Bog'ot tumani O'g'izrot qishlog'ida toza to'yxona ochilish marosimi bo'layotir. Hozir sizlarga shu to'yxonani ko'rsatib beraman. To'yxonaning oti Ming bir kecha. Esa birgalikda ko'raveramiz. Xudo xolasa yana bizning to'yxona bugun ochilish marosimi dema. Tamam. Xudo xolasa ming bir kechada qo'ydik. Shu 500 o'rinli nima deydi, to'yxona ochdik. Tamam olsun. Xudo xolasa bu to'yxona necha odamlik bu? Necha odamni o'zini olib biladi? Bizga 500 odamda binamiz. 500 odamlik qo'ydik, 600 odam siydirib bilamiz xudo xolasa. 600 odam siyading. Xudo xolasa. Pasuda, sasuda hammasi yetarli. Yetarli. Ovozida bir ikki kursilarni chipor piqolar unda turibdi. 2-3 kun ichida tayyor bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa to'ylar olinib turibdi. Endi xudo xolasa to'ylar aytib turibdilar, zakaz olib boshladik. Yine bu yerda manzilni bildingizda, Bog'ot tumani O'g'izrot qishlog'i Xazar bilan chegara ber. Muhtashamning Kunchigar tiyinda. Xudo xolasa bu yerdan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Telefon nomeri 95lik 950 68 38. Telefon uraverasizlar. Bemalol to'y, tashkil, tomosha hammasini ish qilib, sizlarni zaxoniyatib to'yxonada o'tkazib beradilar. Esa davomini xudo xolasa birozdan so'ng yana sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'rdingizmi bir savoldan? To'yxonaning pulini necha so'm deb o'ylaymiz? Ya o'zlari bilan telefon orqali kasalga kelishib qo'yarlar ekan. Ish qilib xalq qiynalmaydigan bo'ladi. Xalq uchun aytdim, xudo xolasa bonuslari bor. Bonuslari bor, bor. Hamma sharoitlari ega. Lamska, bu to'shovi hammasi ichida bo'ladi shuni. Ofisan kasam ichida. Inan o'rtoqlar. Esa ko'rib boraverasizlar yana bir marta. Evet, taze to'yxona. Nasib etsin, kutlu olsun. Qat taraf gapiring. Bugungi to'yxonalar hammaga nasib etaversin. Bugungi to'yxonalarda to'y bo'lish. Hammaning kutlu olsun. Bugungi to'yxonalarda to'ylar bo'laveradi. Doniyor sening qo'l.
Selamünaleyküm hürmetli mahalledaşlar, yalattaşlar. Yine bugün bir Emetcan imaret kuruptu toyxana. Uzak toylar olup toylarda hizmet etsin. Hemmenizin üyünüzde toylar olsun, toylarınızı üşerek gelip beraber etsin. Muhteşem Salahaydın Künçkar tamanında. Can Sorluk Ogay, imarette buyur gay, hizmetleri. Hemmenizi şimdi imaret salış, toy veriş, hemmenize nasip etkin. Yine bir bugün Emetcan Köyü, Şülbakar Ülken, Daniyar İzzetbek, ana o Elyar, hemmesini bu kanalını tebrikleyeyim. Çoluk parakatçılık olsun, bir değil toydan baş çıkmasın bu kanatını. Onları hemmesi hizmetleri buyurur. Bahtlı yaşa. Danış balama muradına yettiğini tebrikliyim ben danış balama. Sorsun etmem. Sağ ol Gaysan senin balam. Ama söyle geçsin. Rahmat. Şimdi hemşe toyla olsun. Nerede oturalım? Ülkemiz yine. Ülkemiz Kiev. Başlığında hemmesi. Güzel adı bitirdi yine. Allah'a şükür. Toyla bola varsa içinde. Ya bu toyxana açıp teken, şu toyxanası menen bularda hemmecikisini tebrikliymen. Doyum şu toy her gün 2 merte, 3 merte bola vergey. Kızlarımam sağ salamet yürgey, ullu kız olgaylar. Bir bardı, Emetcan'dı, bu meydandaki ballar, Elyar, Sabahat, Danyar. İzzetbek yine gelirler, vat kimez. Bura bize, üzüm kızım. Zübeyde, Kur'an bilge, gelirler de Mehmet'in teminetleri halal olga kudayım. Kördeki toy olga günü, her gün toy bozura vergi. Hemmesini tebrikliyim ben. Emetcan Gülbahar'dı, toyxana menen. Hemmenizin kördeki toy olga varam. Gülbahar abamlardı, Emet Hikemlerdi, şu toyxana menen tebrikliyim ben. Kudayım Elyar balamı, Sabahatlerdi. Kudayım Ozbirsi'nin verip İzzet Bek'ti, Danış balamı, hemmesini toylarımla tebrikliyim ben. İzinden toylar olayım, Kudayım konuşmam, hem konuşma bolgay Kudayım, toy bolgay. İzinden toylar olayım, bu turlarla Kudayım. Tebrikliyim ben şu toyxana menen. Birgelikte şu imdatlar, uzaklaşımlar, kışlaklar, hemmelerin koyu kıvançlar, yaxşı günler sözü ötedi. Şimdi Emetcan'ın yaxşı niyetler bilen, yine bir yürek konsertlerimle yaxşı niyetler bilen bizi hizmetlerini kıldılar. Kılıp, yine bir açılışı niyetini bayram günlerine müstakil bayramında kılmaya başlasın. Mübarek olsun. Sizde toylar olsun. Hemen Kanada'da kıvanç toy buluşu dergahta toylar kılıp, kıvançlara ulensin, yaxşı günler olsun. Hizmette hemen el yurt birge gelip Kudayım kemerbeste olsun. Hemmelerinize kete rahmet. Şimdi biz kıvançlı günde geldiğinizde kademleri Allah'tan feyzi bereke, hasenat. Bu Emetcan Egemen acayip nurlu bir çıraylı toyxana, acayip bir yaxşı bir çıraylı bir görkem İnşallah beraber oldu. İnşallah bizler de yine şöyle bir tarafımız uşağımızı nemalı ünler şu hududu içinde mahallemizde yakın yerde Keleban mehmanlarımız açık uşağımızdan bir bemalarımız ortalık yatar. Ege'nin her taraflarına kudakalası yakışık oldu. İnşallah hayırlı bereketli olsun. Allah ona başlasın. Salamat olun. Kelebeğlerde şöyle kem olmasın. Başlarına gelin. Nezerinden sonra yarışmaya gelin. Koylar da olarsan hemen yiyin. Hürmetli Prezidentimiz bayram aldı. Müstakilimizi bayramlarını kayıtta keng miqyosda tantanali nishonlandi. Hammalarınız yana televizyon orqali ko'rib turdi. O'zlari katta shunday bir chiroyli inşaatlar, kuruluşlar, yaxshi ishlarga yo'l ochib, shu darvozasi ishlarini ochib berdilar. Shunday yaxshi ishlar qilindi. Yine bizlarda viloyatimizdan katta ishlar hurmatli
viloyatimiz hokimi, tumanimiz Bag'at tumani hokimiyati, hokim buvamiz, eldagi mahalla raislari va barcha yaxshilar shunday bir nima deydi bir yaxshi ishlarga kelib dalda bo'lib, o'ng bo'lsin deb o'tib, farmon aytib, nima ukamiz aytdi tezlik bilan bitsin, ishga tushsin, elga xizmat etsin deb yaxshi niyatlar qildilar. Shu bayramda bir yaxshi ko'tarinkilik qishlog'imizda bo'ldi, davomli bo'lsin. Shunday ko'p xalqqa xizmat qiladigan korxonalar, yaxshi xizmat ko'rsatish joylari ishlarda Alloh taolo o'ngini boshlasın. Tadbirkorlarga, uzoq yaqinda ishlab turgan aka-ukalarga, barchalarga Allohim shunday quvonchli yaxshiliklarni nasib qilsin. Yana hammalaringiz birgalikda yaqinlar, Amatjon aka, yengamlar, shu men shu yerda qo'ng'ishimman bular bilan. Mening uyim shu yerda, men o'zim yaqinman, kirsam azonda qaytsam, misol kechdan ustalarni ko'rib, ukamlarni ko'rib, farmonlar o'ng bo'lsa, qachon ishga tushadi desam, tez tushadi, qachon kiring desam, men ochilsin kiraman axir. Izzatinglar, hep turib, o'tib, qaytib turdi. Xudoga shukr, Alloh taolaning qo'ygan bir yaxshi kunida bo'ldi bu. Bu Rabiul Avval oyi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tug'ilgan, tavallud topgan muborak oy. Yana mustaqillik bayrami, qo'shaloq bayramlar bo'ldi. Inshaalloh. Hammangizga qo'shaloq bayramlarda Alloh muborak qilsin. Fayzli, barakali bo'lsin. Alloh taolo o'ngini boshlasın. Amin. Robbana anzilna munzalan mubaraka va anta khayrul munzilin. Qutlu muborak bo'lsin. To'yxonalar o'ng bo'lsin. Chiroyli koshxonalar nihoyatda bir ko'rkam, fayzli, barakatli, nurli bo'ldi. Shu bu to'yxonani xizmatlari elga bo'lsin. Hammani to'y quvonchi shu yerda bo'lsin. Farzandlar hammalar quvonchlarda kelib, Amatjon akam, yengamlar, jiyanlarim barchalar xizmatda kamarbarsa bo'lib, elning yurtning quvonchli kunlarida haqiqat tavallud farzandlar bo'lganda shunday bir ajoyib tartibda chiroyli bo'lib xizmatlarni qilish Alloh nasib etgay. Xayrli, barakali bo'lsin, ko'ngillari nurga to'lsin. Dinab terib hammalari quvonchda topganni elga xizmatga qo'ydilar. Farzandlarning ham hammalari to'yi tomosha quvonch, yaxshiliklar bo'lib, ishlari o'ngidan bo'laversin. Allohumma solli alayhi. Bir kecha Xudo xolasa chiroyli fayzi bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Qani keling. Qani turasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Qutlu muborak bo'lsin, o'ng bo'lsin. Ina. Bismillah. Ina mana. 40 ming yerda. 40. Ajoyib bismillah. Şamanı açkaları kolaymış, nöbetçi alınsın. Siz ham. Day. Gel. Keling. Ben duraman. Ina. Qani, sen foydaysiz amina. Yerlaringizning ana qalam. Bundan yandaysiz ham keling. Keling. Foyda inanma. Qani barakallah. Qani sen. Ayar yanimizdan yo'q. Anlar mı alıyorsun? Anlar Koldan kart veremeyin. Anlar mı alıyorsun? Zor. Ne? İşlerimizi kapatıp ama. Çekilsin. Hang. Jimmy? Selamat pagi. Ya.